Shvedda zo'rlardan so'ragan obunachilarimizga Xudo xolasa originallaridan, tozalaridan, oq shvedlardan, savoy shvedlardan olib kelib qo'yganmiz. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, a'lo chorvani hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugungi 6 bosh go'zal mollarimizni olib kelib qo'yganmiz. Kiygan bilan kavushimni, qila olmaysiz yurishimni. Bu maqolni bilganlar Xudo xolasa Alisher akamni ham taniydi. Tanimaganlar bo'lsa, Xudo xolasa endi taniy olasizlar. Mana shu videodan keyin arzon chiqarish bo'yicha O'rta Osiyoda nomer 1 bo'lgan Alisher Fayz deb ko'pchilik Alisher Fayz taxallusi bilan taniydi. Xudo xolasa o'tgan safar qo'ygan mollarimiz tugadi. Bu tomonda ko'rsanglar bo'zaylar, sigirlarni qo'yib bergandik. Ularni ham qo'shib sotib yubordi. Ularning to'liq ma'lumotini ham bermagandi. Xudo xolasa mana bugungi yana yangi partiyada olib kelib qo'ygan. Elyor aka ham bekarga aytmasdi ekan, tozalardan, zo'rlardan, sifatli, chiroylilardan olib keladi deb mana gap isboti bilan Xudo xolasa zo'rlarni sizlarga obzorlarni qilib ma'lumotlarni beramiz. Kimga yoqsa bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Xudo xolasa arzon narxlarda chiqarib beradi. Alisher aka mollari ham o'zi bir-biriga mehribon. Mana bir-birlarini yalab, yopishib, qapishib turishibdi. Xudo xolasa jup-jup olsanglar ham baraka topasizlar. Qaysidir bu yoqda pul yengillari bor, hamyonbop, qulay narxlarda zo'r qilib beradiganlari. Buni olsangiz ham, o toza shvedlarni olsangiz ham uncha foyda qilasiz. Bunaqa demaymiz. Yaxshi niyatda Allohdan barakasini so'rab, yaxshi niyatda xullas barakasini qilsanglar, xursandchilik bilan Xudo xolasa buni ham o'ziga yarasha foydasi bor. Alloh barakasini beradi. Chorvada baraka bor. Uni ham o'zini barakasi bor. Asosiysi Allohga tavakkal qilib, xursandchilik bilan, rizochilik bilan baraka qilib, mehnatini yaxshi qilsanglar, qaysi moldan bo'lsa ham farqi yo'q. Yaxshi foyda qilasizlar. Ko'p kuttirmasdan obzorlarni qilishni boshlaymiz. Alisher akam o'zi ma'lumotini beraveradi. Assalomu alaykum obunachilar. Sog'liginglar yaxshimi? Safardanglar, vatandanglar, hammanglarga alohida salom. Xudo xolasa mollarimizni chiroyli gulidan guli. Nima deydi? Shved so'raganga shved, arzonroq so'raganga arzon. Qisir toqaman deganlarga qisiri ham bor. Hammasidan bor-da, xullas. Faktorlatgan mollarimiz bor. Birortasi qolib ketgan olib ketganmiz. O'tgan videodagilar tugatdingiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa bular yangi partiya hammasi. A'lo chorva Telegram kanali ham bor. O'tib Telegramda yozsanglar, sotilgan mollarni videolarini ham tashlaganmiz. Chiqarishimiz kerak edi mollarni. Endi bir kun bo'lsa ham deya bitishlarni ko'raylik, sinab ko'raylik dedim. Kecha ilgari chiqarishimiz kerak edi. Endi sinab ko'rib, hammasini yeyishlarini, yurishtirishlarni hamma yo'g'ini bilib, keyin chiqaryapmiz. Xudo xolasa. Ketdik, birinchi moldan boshlaymiz. Ko'p kuttirmasdan, ha? Omadalab bitta bo'zaydi. Tomondan boshlasak, bitta sut endi bo'zaydi puli. bo'zaydi puli, bo'g'ozmi? Ho'netda bitta xunajin qo'ydik. 11 millionga 11 million, ha, xunajin. nanaga olib berdik. Shved xunajincha. Ha. Endi ash xunajindan sal qimmatroq, lekin Qonida bor. Ichida ashi bo'zaydi. Ichida bo'zayi bor. Kurachisi 6 ta. Aytilgan narsa amalda bor. Hali yo'q narsaga yo'q garantiyalar bermaymiz. To'g'ri, Alisher akam so'ziga ega. Chiqib qoldi, anonda qilgan, manonda qilgan degan narsa yo'q. Aytilgan bo'g'oz chiqadi, Xudo xolasa. Shu yerda aytilgan gaplarga nari berib bo'lishi mumkin. Atay misol hech o'g'on 5 oylik degan molimiz 3 oylik emas. 4,5 oylik bo'lishi mumkin. Men bizda qo'madanroq bonusni gapirdik. Bunaqa narsa yo'q. O'zi mollarimizni o'zi bonus. Arzon sotaylik. Ashuncha arzonroq olib turib, qolganiga ash bonusni puli o'zi bilan ketadi. Nima olsa olaveradi-da. Bo'laveradi. Boshqa bo'lsa bo'laveradigan darajada arzon. Gap yo'q, arzon qilib bersangiz bonus ham so'raymiz. Mana Yoshligi yo'q. Shu yerda aytilgan gaplarga 200% Alisher akam o'zi javob beradi, so'ziga ega. Beraman mana shu molni. 4 oylikka Kurachisi 6 ta. Bo'ylari 18 ga olaversin. 6 kurak, 4 oylik. Ha. Nechinchisi? Buni vashi bonus buni. Ikkinchisi ham, birinchisi ham. Endi bilmayman, egasi ikkita tuqqan dedi. Balki bitta tuqqandi, balki ikkita tuqqan. 4 kurakmichi? 6 kurak. 6 kurak. Bitta tuqqan yoki ikkita ashida.
Xullas 15,5 millionga telefon qilursa, yurishtirishlari hamma yo'g'i zo'r, yuvoshliklari, yer ichishi hamma yo'g'i. Asosiy sog'lig'i u Ha. tuqqan tug'magan hech ham yoqmagan Joyda, sizga. hamma yo'g'i joyida. 15 million 500 ming. millionga telefon qilsin. Gap yo'q. Molga nisbatan bo'g'oz bo'lsa zo'r narx bu. Endi bitta bo'zakni puli. To'ppa-to'g'ri ichida bitta bo'zak. bitta bo'zak. Bitta novoscha bo'zagimizni 16,5 millionga sotdik-da. Endi xudo biladi, buning ichida ham bitta novoscha tug'ib bersa, enasini bekarga qolib ketadi. So'yib beradi. Asha bonus asha bo'ladi bizda. Hani $100 kommentariyaga 15,5 emas. Yo'q, bo'lmadimi? Men Boshdan. bo'lmasa 16 kami bor deydi, kelishib olaveramiz. Bo'pti, buni aytingchi. Mana. Bunisi mana. Suti ham bor. Bo'g'oz ham suti bor. Bolamizni 3 oydan beri o'zim boqyapman. Ha. 3 oydan beri. Endi 3 oylik qonida kelgan. Hozir 5-6 oy bo'lyapti. 5 oyga baraka qilaversin mendan. 5 oyga barakasini qilaverasizlar. Men ko'rmaganman, esimda ham yo'q. Bemalol tekshirib olaveradi. Mana kurach. 8 kurach deydimi? Sizlarni mana o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Bosgan yalagan emas, xudo xolasa. Hali qari quruga kirmaydi. To'liq 6 litrga beraman. 5 litr bersa oz ekan deb qaytarib beraversin. Vakillari olaversin. ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa beradi. Bermasa ham bo'lmaydi shu idishga. Shvet. Endi To'ppa-to'g'ri. Bu ham shvet, endi jinday araqroq varianti. Toza shveti bu narsa aldangiz bitta turiga kiradi. Oldiy hashakimoldan ancha farq qiladi, yaxshi mahsulot Mana beradi. hashakimol, qora quramol. Buni endi shvetda endi bu ham. To'g'ri, buni mahsuloti ham beradigan bolasi ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi, Yerga ashiraga. kelganda 10 litr, 8 litr sut beryapti o'zi. Hozirgi kunda 6 litr beryapti. 3 oydan beri boqyapman. Yeb ichishi hamma yo'g'iga garantiyasi bor. Narxi nechi pul? Ukollarni qilgizib qo'yganman. Yashirga, dermatitga, issiqlashga qarshi hamma ukolni qilganman. Chunki o'zim boqyap turgan mol. Narxi nechi pul? 21 million 500 mingga telefon qilsa. Gap yo'q. Narxi zo'r bo'ldi, lekin bonus qilib beraman dedingiz boshida, Alisher aka. Yo'q, bizim mollarda o'zi bonusda, bunday qarasa. Qarang. 15,5 millionga qayta. 15 million 500 mingmi? Bitta xunajim bo'zak ham 15 million 500 ming, 15 million 200 mingga telefon qiladi. Xo'p deb turavering. Xudo xolasa obuna bo'lishib, padashga qilib turishsak, hali ko'p sotamiz. Plusda klient o'rgatishga menga obunachi bo'lsa, ikkalamizga ham foyda. 15 million 200 ga jo'natib berasiz. Senga obunachi bo'lsin deb meni mollarimni olgan narximdancha pastroqga beraverdim. Xo'p deyavering. Ha, bo'pti, xo'p. Obunachilarni ko'nglini olaylik. Buni ham qarang. Ko'nglini olaylik. 21 million 500 ming. Ha. Che balandroq. Menga rasa kommentariyada yozishibdi. Narxini tushiraylik deb. Obunachilarga ham o'tasiz, menga ham o'tasiz. 20 million 800 ming. Alisher aka. Yo'q, bo'pti 21 millionga telefon. 20 million 800 ming. Zo'r hisob chiqadi. Mana. Sizlarga ham gapinglarni olamiz, xudo xolasa. Yetalab beramiz mana. 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. 2 ta. Suti bormi? Ha, kim bilan baraka qilsak ham, men videolarimni tashlab beraman. Mol egizak tuqqan. Egizak tuqqan. Birinchi bola o'zi bir Egizchi. Ashi bitta novoz, bitta xunajini bor. Bakilari mana. Ha. Yoshlari yosh. Endi bu safar ham xudo xolasa egizak tug'ar. Bo'lmasa bitta egizak, bitta yakka tug'adi o'zi asli. Orqa ketlari baland, ko'tib kuchim olmas. Nechta suti bor? 6 litrga beraveraman. 6 litrga beraveradi. Ha, 4 ta emas, yo 4-chilari chiqayotgan emas, haqiqiy 2 ta. 2 kurak. Ha. Orqa ketlari baland, korobka, pachkasidan, chiroyli, sifatli, eston. Narxi nechi pul? 24,5 ga telefon qilaversin. 24,5 ga. Gap yo'q. Narxlar yaxshi bo'lyapti. Yengil-yengil tezda qilaveradi, chunki vaqtimiz chegaralanadi. 24 million 300 mingga telefon qilsin. Mana molimiz mana. 24 million 300, 24 qilib qo'yaylik. Yo'q, 24 million 300 ga telefon qilaversin. Bo'pti 24, keling mana. Bo'ldi, 24 million telefon qilaverasizlar. Dastlabkasi-chi? Dastlabkidan o'ylanmasin. O'zbekiston bo'ylab bor, vodiy bo'ylab tekin. Endi masofasiga qarab kelishamiz, xudo xolasa mollarni. Molimizda 10 litr suti bor, 8 taga beraveraman. 10 litr suti bor. Mana. 8 kura. Bu ham shu yerda bitta turi. Buni ham mahsuloti zo'r bo'ladi, idishlar mana chiroyli bo'ladi.
orqasidan tushadigan bolasi ham, xudo xolasa zo'r bo'lar. 3 tuqqan 4-sini tug'adi, kurakchi 8 ta bosgan yalagan emas. 4-sini tug'adi, orqalari korobka, liniyalari bor. Sutga beraveraman. 8 ta sutga beraverasiz. 6 oylik bo'g'ozga. Xudo xolasa beradi, o'ylanmasdan olaverasizlar, garantiyalari bor. 800 mingga telefon qilsin. 6 oylik bo'g'oz 28 million 800. Ha. 28 yarim qilib qo'yamiz mana shuni. Bu davlat ortishdan hech bo'shamaysan ekanda kelman ona. Mana bonusi bilan bo'lyapti haqiqatan endi Alisher aka mana. Mana. Mana bu. Quymishlari oy kuni kelib qoldi. Mana. Ha, yaqin bo'g'oz. Turadi. Yaqin bo'g'oz nechinchisiga? 3-sini tug'adi. Yoshligi yosh. O'zim ham ko'rdim. Ha, bu endi mana Shvedni mana originali mana shu bo'ladi. Shvedda originali mana. Hamma yo'g'i joyida. Kurakchi 8 ta to'liq. Uchinchisiga bo'g'oz mana kallalari ham, qosh kipriklari, tumshuqlari hamma yo'g'i chiroyligidan mana sifatli zo'ridan Alisher aka. Bunasi 34 million 700 mingga. 34 million 700 ming. Hozir necha oylik dedingiz? Tug'adi yaqinda. 6 kunda tug'adi. 6 kun, 10 kun, 10 kunga beravering. 10 kunga. Uzoq 10 kunda tug'adi xudo xolasa, liniyalari bor. Tappalar, orqalari korobka, orqa ketdi baland. 34 million 800 ming. 34 million telefon qilsa. Bu 500 ming tushib beraman. Aytilgan bahoda 500 ming. 34 million. 34 ham deyavering, maydalashmasdan. Yo'q, 34 million 300 mingga telefon. 34 million 300 ming. Yo'q, Muhammadalloh telefon qilsa o'zimiz kelishamiz bunisi. Obunachilarga yaxshi o't beramiz. Mana, bunisi. Bunisi 20 kunda tug'adi, xudo xolasa. 34 million 300 ming, lekin zo'r narx bo'ldi. Sigirlari qirg'i tepasida-da. Mana. Oq Shvedda. Xudo xolasa kamini ham qilib beradi, aloqaga chiqarasizlar. Savay Shved deganiga kurakchi 4 ta, mol birinchisini tug'adi. Birinchisini tug'adi. 20 Kechroq ochgan. Kech qolsa 20 kun, 25 kunga olsin, ha? Yo'q, 4 kun Bir oyga kech. bormaydi. Bir oyga bormaydi. Birinchisini tug'adi. Idishlari 4 yilning 4 ta joyda chiroylikina uzun-uzun. Muhammadalloh buni 30 millionga telefon. Oq Shved 30 million kamini qilib berasiz. O'zi 31-32 qo'ymoqchi edim. Endi Elyorda kelmadi, Elyor. Mashina kamini qilmaylik-da. 30 millionga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. O'zbekistonga yetkazamiz, bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beradi. Qolganlarini ham kelishinglar bo'ladi. Keling, ko'rib. Bo'ladi. Elyor akam deganingizga qachon chiqarasiz Elyor akamga? Elyorda ertaga keladi. Bugunga vaqti bo'lmani? Yo'q. Qisir. Bo'ldi. Elyor akamni ham kutayotganlar, to'g'risi ertaga chiqadi. Tug'magan, bitta tug'magan mol, qisir. Tug'magan qisir. Ha. Puliga 13 million 300 mingga telefon qilsa. Bitta haqiqiy bitta bo'zayli puliga telefon qilsa, vodiy bo'ylab yetkazib beraman. 13 million 300 mingga. Qisirmi? Qisir bo'lsa, yengilroq qo'yaylik, yana Alisher aka. Yo'q, 13 million 300 mingga telefon qilsa, kelishamiz. Bo'laveradi. Birontasini qilib qaytarmaymiz. Noyob Shveddan deganga 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz narxiga. Bitta tuqqan, ikkinchisi kurakchi 6 ta. Kurakchi 6 ta. Ular 8 taga olaversin, mana. Kurki tovuq qanday pisa beradi. Yuvoshligi yuvosh, yelinlari ham chiroyli, yaxshi mol ekan. Mana kallalari ham. Mashina 22 million qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, 23 million bo'lishi. Bo'pti 22,5 million. Yo'q, Muhammadalloh. Obunachilar 24 million deyman, so'rab olaversin. Obunachilar 22 ga berasizmi? Yo'q. 23,5 millionga telefon qilsin. Bundan ko'tarasiz bo'lmaydi-yu, bonus qilib beraman dedingizmi? 23 million. 22 million. Bo'pti, Muhammadalloh 20. Men 100 ming yana o'tib beraman. 23 kam. Bo'laveradi, kamini qilib beradi, 22,5 kelishinglar bo'ladi, qullar. Telefon qilaverasizlar. Bo'laveradi. Vaqt Xudo xolasa videolarimiz tugatdi. Yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Ekranda nomlarga Alisher akamga aloqa etsanglar, Xudo xolasa kelishinglar bo'ladi. Narxlar Xudo xolasa zo'r bo'ldi. O'zimizda ham kech paytga jonli efir bo'ladi. Jonli efirda o'tib mollarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Ertaga yana video chiqaramiz, Xudo xolasa.